Hürmetli vatandaş yukarıdaki kişinin devamında. Amerika'da ne şirketinden diplomat jurnalda. Nopozluk muhbiri ve bu jurnalın baş tahriri Parrot Zakaria'nın bir parça makalesi ilan kılın. O mundaq hesapladı. Amerika'da işki partiye harbiy işler ve devlet kurgucular hatta matbuat sahasida ham allaqachon bir o'rtaq tonosh shakllan. Yani Jungo iqtisod ve stratejik siyaset jihatda Amerikaga og'ir tahdid paydo qildi deydigan o'rtaq tonosh shakllan. Washington Jungoga texmi qattiq siyosat qo'llanishi kerak. Bundaq o'rtaq turishning keynida 3 xil qiyos bor. Birinchi, uchrashuv stratejik siyosat Jungoning ichki taraqqiyoti va tashqi harakatlarini o'zgartirmadi. Amerikaning uchrashuv siyosati mag'lub bo'ldi. Ikkinchi, Jungoning tashqi siyosati navbatda Amerikaning davlat manfaatiga zo'r tahdid bo'lib qoldi. Üçüncü, şuna karşılaştığın ibaret yeni siyaset, Jungo tehdidiga taqobil turish kerak. Bu qiyoslarning yadrosi Jungo haddi harakatlarining o'zgarayotganligidir. Amerika Jungo to'g'risida eqib yurgan umumiy ko'z qarash bunda. Davlat ichida Jungo iqtisod va siyosat demokratik jihatda kaynigi yandi. Xalqaro Jungoning haddi harakatlari texnik kuchli devaylab kelmoqda. Amerikada qattiq qo'llanan navbatdagi taktikasi hamda cheklagili bo'lmaydi. Chunki Jungoni cheklash bu taktikalik siyosatning yadrosidir. Xuddi Sovetlar yemirilgandek Jungoning yemirilishini umid qilish ham buning yadrosidir. Siyosatga o'zgarish, nopos aholining ko'payishi, buyuk birlik an'anasi ya da'yi o'zliksiz Jungoning kuchini ilgirlatmoqda. Bunday asos aloyidliklar Amerikaning strategik siyosati tufayli o'zgarib ketmaydi. Shunlashqa Amerika bosh ko'targan Jungo bilan uzungacha davriy holda birga yashashni o'rganib bilib, dost düşman tafakkuridan voz kechib, Jungo madaniyatining sig'imchanligini to'g'ri tushunib, bu ko'z qarashning strategik munosabatlarni boshqarishning oldingi sharti qilish kerak. Ko'rdingizmi? Jungo kengaymichilik qilman, doiy butun dunyoni birlik keltirman, jefavjorillik. Bizning madaniyatimiz sig'imchanligiga kel Amerika sening bag'rimga olaman, lekin shart dunyoga mo'nakmarlik qilman mana. Yani bir mavzu vatandaşlar. Jungo olimlari mundaq dedi. Amerika Jungoning Tayvan tagiligiga xiris qilyapti. Washingtonga zarb berishni kuchaytirishimiz kerak, dedi. Mavzuda xabar 12-28 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq boshladi. Bu xabarlarning hammasi Xitoyning organ torbiti deydi. Shunda deyman, men shunda deyman. Duvi torbiti e'lon qilingan maqola Xitoyning hozirgi navbatdagi vaziyatda siyosiy maqsadi nima, kelgusiga qartilgani nima va hozir u nimani ijro qiladi, Amerika Jungo munosabatini qandoq belgilayapti Xitoy o'zining logika huquqi bilan. Men shuni sizlarga so'zlayapman vatandoshlar. Washington 2 haftadan keyin Tayvan prezident saylami o'tkazildi. Saylamdan keyin Tayvan bo'g'ozining vaziyati qandoq taraqqiy qiladi? Kishilar diqqat qiladigan masala bo'lib qoldi. Jungo olimlari mundaq deyishdi. Bu navbatlik Amerika hukumatining Tayvanni qo'llashi intayin kuchli. Agar bu qatam prezident Tsai Ing-wen yana bir qatam prezident bo'lib saylanadigan bo'lsa, 2020-yil Amerikaning Tayvan siyosati bo'shash xarakterlik o'zgarish bo'ldi. Tayvanda prezident saylami halqiliq bir payt kirib keldi. Nurg'un kishilarning diqqati 2 nafar nomzodga markazlashdi. Uning biri navbatdagi prezident Tsai Ing-wen, yana birisi Kuomintang tarafdan Han Kuo-yu.
Şanghay falan üniversitede halkara mesele tatkikat üniversite tatkikatçı Wu Xinbo mundaq dedi. Jungo Tayvan münasebeti de Washington mühim rol oynaydı. Amerika Sayın bilen Prezident Sayın'ın prezident bop sayılışına yana bir katım sayılışını mukumlaştı da hesaplaydı. 2020 yılı Amerika'nın Tayvan siyasında zor büsüş bolacağılığı mölçerlenmekte. Bu işin bu mundaqsıda Amerika'nın Tayvan siyaseti özgürüş buluvatıdır. Amerika dal hazır Tayvan meselesi boyunca Amerika bilen Jungo oturusudaki ramkini tabirtivatıdır. Amerika Jungo rekabeti içinde Tayvan'ın kıymetini qayta belgeleydi. Amerika hazır kanun, diplomatiya, iktisat, bexatarlik cihette Amerika Tayvan münasebetini yukarı götürdü. En xatarlik özgürlük şu ki Amerika Tayvan Jungo münasebetinin tayligini bozup taşlaşqa urnuvatıdı. Tayvan'ın ilgili hukukluk ordunu yukarı götürmekçi buluvatıdı. O için bu 2020 yılı Amerika'nın Tayvan siyaseti intayın zor büsüş hasıl kılıdı dedi. Tüvədi işkə qız gəp qılımız.